Sizlarda ham onalaring shundaymi? Uyga kelgan payt tinib, tinchimasdan mana shunday ishlar bilan ham shug'ullanadimi? Mana. Onajonim nima ishlar qilyapsiz endi? Mana uzun shimlarni kaltatyapman. Nima qilardim bolam? Yanıkta yanmaklarını şurupundan çıkarıp yanmak melizlerde yanıkalarga asal qo'shib jaylab qo'ydim. Ikki qozon ovqatni osib qo'ydik onamga, gazga. Bizda osib deyiladi endi. Kimda qanday bilmadim, bizda mana shunday gapiriladi. Shevada ustalarimizga tushlikka, kechga ovqatlarni tayyorlab, endi navbatdagi ishlarga o'tilyapti. Mana shunday tikuv mashinalari kimda bor? Kommentariyada izohlaringizni qoldiring, hurmatli kuzatuvchilarim.